Mo'jizalar so'ragandik. Bittasini ham ko'rsatmadi. Axir Allohning payg'ambari ekanini da'vo qiladi-ku. Sizni hayron qoldiradigan mo'jizalarni so'rayapsiz. Agar o'sha mo'jizalarni hammasini ko'rsatsa, iymon keltirasizlarmi? Muhammadga haq dinni yuborgan zot haqqa iymon keltirmaysizlar. Mo'jiza ko'rsatsa, ko'zlarimizni sehrlab qo'ydi deysizlar. Qadimda payg'ambarlar ana shunday mo'jizalar ko'rsatgan edi. Mo'jizani ko'rganlar iymon keltirmagan. Ko'rmaganlar haqida nima deyish mumkin? Mana masalan, Yasribdagi yahudiylarni taniysiz. Musoning mo'jizalari haqida eshitgansiz. Dengiz bo'linganini bilasiz. Bunga guvoh bo'lgan Fir'avn bilan uning qavmi iymon keltirganmi? Sizlarchi? Musoning mo'jizalari haqida eshitgach, yahudiylarning